Ezob masallalari. Yovvoyi echkilar bilan cho'pon. Cho'pon echkilarni yaylovga qo'yib yubordi. Bir payt qarasa, echkilari yovvoyi echkilar bilan o'tlashib yuribdi. Xursand bo'ldi-yu, kech kirgach hammasini o'zining g'origa qamadi. Ertasiga havo buzuqligi tufayli echkilarni odatdagidek yaylovga olib chiqolmadi. G'ordayoq boqishiga to'g'ri keldi. Cho'pon o'zining echkilariga nomigagina o'lmagunday yem solgani holda qo'lga o'rgatib olish niyatida yovvoyi echkilariga mo'l-ko'l qilib to'kdi. Ertasi havo yurishib ketgach, echkilar tog'ga qarab ura qochdilar. Cho'pon ularni yaxshilikni bilmaydigan nonko'rlar deya koyishga tushdi. Axir men sizlarni o'zimning echkilarimdan-da yaxshiroq boqmadimmi? Yovvoyi echkilar aytdilar. Shuning uchun ham sendan nariroq yurishimiz ma'qul ko'rindi-da. Bizlar kechagina senga yo'liqqandik. Sen esa bizni o'zingning eski echkilaringdan-da yaxshiroq boqding. Demak, ertaga yana yangilar kelib qo'shilsa, unda ularni bizlardan afzal ko'rarkansan-da. Alqissa, yangi do'stlarni eskilardan afzal tutuvchilar bilan do'stlashishga shoshilmang. Zero, yangi do'stlar orttirganda siz ham eskilardan bo'p qolasiz.